Bugun juda ko'p odamlarni qiynayotgan savolni aniq va sodda qilib tushuntiraman. Nima uchun yosh ustamasi hammaga ham kelmaydi? Ko'pchilik men falon yoshga kirdim, qo'shnimga ustama tushibdi, menga esa tushmadi deb hayron bo'ladi. Ba'zan odamlar buni xodimlarning xatosi, bankning kechiktirishi yoki ataylab berilmayotgan pul deb o'ylaydi. Lekin masalaning ichida bir nechta muhim shartlar bor. Bu ma'lumot juda muhim, chunki u nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya olayotgan har bir oilaga tegishli. Agar siz shartlarni bilmasangiz, o'zingizga tegishli pulni vaqtida olmasligingiz mumkin. Yoki aksincha aslida sizga tegishli bo'lmagan ustamani kutib yurib, vaqt va asabingizni yo'qotasiz. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu kanalda pensiya, nafaqa kompensatsiya, ish staji, hujjatlar va davlat to'lovlari bo'yicha oddiy odam tushunadigan tilda amaliy ma'lumot berib boraman. Avval bir narsani tushunib olaylik. Xalq orasida yosh ustamasi deb yuritiladigan to'lov hamma pensiya oluvchiga bir xil tartibda qo'shiladigan oddiy bonus emas. Ya'ni odam pensiyaga chiqdimi, demak avtomatik ravishda har yili yoki har bir yoshga kirganda unga alohida ustama qo'shiladi degan qoida yo'q. Ko'p chalkashlik aynan mana shu joydan boshlanadi. Oldin ko'pchilik ma'lumotni mahalladan, tanishlardan yoki navbatda turgan odamlardan eshitardi. Kimdir menga yosh ustamasi qo'shildi deydi. Ikkinchi odam demak menga ham qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Lekin birinchi odamning pensiya turi boshqa bo'lishi mumkin. Yoshi boshqa bo'lishi mumkin, nogironlik guruhi bo'lishi mumkin. Urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqomi bo'lishi mumkin. Parvarishga muhtojligi bo'lishi mumkin yoki tizimda uning ma'lumotlari to'liq bo'lishi mumkin. Ikkinchi odamda esa bu shartlarning hech biri bo'lmasligi mumkin. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron tizimga o'tgan. Pensiya jamg'armasi, bank, FHDYO, mahalla, tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari bosqichma-bosqich integratsiya qilinyapti. Bu yaxshi tomoni, ko'p holatda odam ortiqcha yugurmaydi, yoshga doir ayrim o'zgarishlar avtomatik ko'rinadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Elektron tizimda tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, pensiya ishi eski hujjatlar asosida turgan bo'lsa, odam boshqa hududga ko'chgan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammaga kelish kerak edi. Menga kelmadi degan gapni har doim hujjat va maqom orqali tekshirish kerak. Asosiy qiysimir kim bilishi kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Men birinchi navbatda shuni aytaman. Yosh ustamasi deganda aniq qaysi ustamani nazarda tutayotganingizni bilish kerak. Chunki amaliyotda odamlar bir nechta turdagi qo'shimcha to'lovlarni bitta nom bilan ataydi. Kimdir pensiyaning umumiy oshirilishini yosh ustamasi deb o'ylaydi. Kimdir muayyan yoshdan keyin beriladigan qo'shimchani shunday deydi. Kimdir nogironlik yoki parvarish uchun qo'shilgan pulni ham yosh ustamasi deb ataydi. Kimdir esa minimal pensiyaga yetkazib bergan qo'shimchani yoshga bog'lab tushunadi. Masalan, birinchi misol. Aytdim, 2 yoshli otaxon 1200 ming so'm pensiya oladi. Prezident farmoni yoki hukumat qarori bilan pensiyalar ma'lum foizga oshirilsa, uning pensiyasi ham oshadi. Aytaylik, 7% oshsa 1200 ming so'm, 1200 ming so'm bo'lishi mumkin. Odam bankdan ko'proq pul oladi, menga yosh ustamasi dedi. Menga yosh ustamasi keldi dedi. Aslida bu yosh ustamasi emas, bu umumiy indeksatsiya, ya'ni barcha tegishli pensionerlarga qo'llanadigan oshirish bo'lishi mumkin. Shu sababli qo'shnisi ham oshgan, qarindoshi ham oshgan. Ikkinchi misol, shaxsun yoshga to'lgan onaxon bor. Uning pensiya ishida tug'ilgan sanasi to'g'ri, pasport ma'lumoti yangilangan, tizimda hamma narsa joyida. Agar amaldagi tartibda aynan shu yoshdan keyin qo'shimcha ustama nazarda tutilgan bo'lsa, u holda unga keyingi to'lov davridan boshlab ustama qo'shilishi mumkin. Lekin shu yerda bir nozik joy bor. Odam 9 yoshga 5 yanvarda to'ldi. Pulni esa yanvar boshida olib bo'lgan bo'lishi mumkin. U holda qo'shimcha yanvar to'lovida emas, fevralda yoki qayta hisob kitobdan keyin ko'rinishi mumkin. Odam esa men saqatimga kirdim, lekin shu oy kelmadi deb xavotir oladi. Uchinchi misol, taqarnaqli yoshga to'lgan boshqa bir fuqaroning tug'ilgan sanasi eski pensiya ishida 1944 yil deb turibdi, lekin elektron bazada pasport almashtirilganda ma'lumot noto'g'ri ko'chgan, oy yoki kun xato. Tizim uni hali taqaribin yoshga to'lmagan deb ko'rsatishi mumkin. Natijada ustama avtomatik tushmaydi. Bu yerda odamning haqqi bo'lishi mumkin, lekin hujjat tekshirilmaguncha pul kelmaydi. Demak, muammo berishmayapti degani emas. Tizimda asos ko'rinmayapti degani bo'lishi mumkin. 4-misol.
65 yoshli pensioner men ham yoshdaman, nega menga yosh ustamasi yo'q deb so'raydi. Bu yerda tushuntirish kerak. Pensiya yoshiga yetish bilan yug'ori yosh uchun alohida ustama olish bir xil narsa emas. Erkak yoki ayol qonunida belgilangan pensiya yoshiga yetib pensiyaga chiqqani uchun unga pensiya tayinlanadi. Lekin qo'shimcha yosh ustamasi alohida shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni 63 yoki 65 yoshga kirishning o'zi har doim qo'shimcha ustama degani emas. 5-misol, bir fuqaro yoshga doir pensiya emas. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U men ham yoshi katta odamman, nega ustama yo'q deydi. Bu holatda pensiya turi juda muhim. Ba'zi qo'shimchalar faqat yoshga doir pensiyaga, ba'zilar nogironlik pensiyasiga, ba'zilari esa alohida toifadagi shaxslarga qo'llanishi mumkin. Agar to'lovning huquqiy asosi boshqa bo'lsa, yoshning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. 6-misol, bir onaxon nafaqa oladi, pensiya emas. Ya'ni mehnat staji yetarli bo'lmagani uchun unga yoshga doir nafaqa tayinlangan. U qo'shnisi bilan bir xil yoshda, lekin qo'shnisi pensiya oladi. Qo'shnining pensiyasiga qo'shimcha hisoblangan bo'lishi mumkin. Onaxonga esa boshqa tartib amal qiladi. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Odamlar pensiya va nafaqani bir xil deb o'ylaydi, lekin hujjat tilida ular boshqa to'lovlar. Kim xavotir olish kerak? Agar siz belgilangan yoshga to'lgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizning to'lov turiga shu ustama tatbiq etilishi kerak bo'lsa-yu, lekin 2-3 oy davomida hech qanday o'zgarish bo'lmasa, albatta tekshirtiring. Ayniqsa pasportingiz yaqinda almashgan bo'lsa, boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, pensiya kartangiz o'zgargan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki pensiya ishida eski tug'ilganlik guvohnomasi asos bo'lib turgan bo'lsa, tekshiruv shart. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz hali belgilangan yosh chegarasiga yetmagan bo'lsangiz yoki siz olayotgan to'lov turi ushbu ustamaga kirmasa yoki siz ko'rgan oshish aslida umumiy pensiya oshirilishi bo'lsa, unda alohida yosh ustamasi kutish shart emas. Bu holatda eng to'g'ri yo'l pensiya bo'limidan aynan sizning pensiya ishingiz bo'yicha yozma yoki elektron izoh olish. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Ustama doim ham tug'ilgan kunning ertasi kuni tushmaydi. Davlat to'lovlarida hisob kitob davri bo'ladi. Pensiya har oy uchun oldindan yoki belgilab asosda to'lanadi. Agar sizning yoshingiz oyning o'rtasida to'lsa, tizim bu o'zgarishni keyingi hisob kitobda ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun bir necha kun kechikish har doim ham muammo emas. Lekin bir necha oy davom etsa, bu allaqachon tekshiriladigan masala. Ikkinchi nozik jihat. Ro'yxatdagi manzil muhim bo'lishi mumkin. Odam Toshkentda yashab, pensiya ishi viloyatda qolgan bo'lishi mumkin. Yoki doimiy ro'yxati bir joyda, vaqtincha yashashi boshqa joyda. Pul bank kartasiga tushayotgani uchun odam hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin pensiya ishiga o'zgartirish kiritish kerak bo'lganda, mas'ul bo'lim boshqa hudud bo'lib chiqadi. Natijada ariza bir joyga, ish boshqa joyga. Javob yana boshqa joyga ketib qoladi. Uchinchi nozik jihat, ustama boshqa qo'shimchalar bilan adashtiriladi. Masalan, odam nogironlik bo'yicha qo'shimcha oladi. Unga parvarish puli qo'shilgan bo'lishi mumkin. Yoki minimal miqdorga yetkazish uchun qo'shimcha bor. Keyin yoshga bog'liq ustama masalasi chiqqanda ayrim to'lovlar bir-birini takrorlamasligi yoki birgalikda hisoblashning alohida tartibi bo'lishi mumkin. Odam falonchiga 300 ming qo'shildi. Menga 120 ming qo'shildi deydi. Lekin falonchining asosiy pensiyasi, toifasi, qo'shimcha huquqi va oldindan olayotgan ustamalari butunlay boshqa bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat. Pensiya miqdori katta yoki kichik bo'lgani ham natijaga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi qo'shimchalar foizda hisoblanadi. Ba'zilari qat'iy summada, ba'zilari bazaviy miqdorga bog'langan bo'lishi mumkin. Masalan, shartli ravishda aytaylik, bir kishining pensiyasi 9 ming so'm, boshqa kishiniki 2,4 ming so'm. Agar qo'shimcha foizda bo'lsa, ulardagi o'sish har xil ko'rinadi. Agar qat'iy summada bo'lsa, ikkalasiga bir xil qo'shilishi mumkin. Agar minimal darajaga yetkazish mexanizmi bo'lsa, birinchi kishida ko'proq o'zgarish seziladi. Ikkinchisida esa umuman sezilmasligi mumkin. 5-nozik jihat, hujjatlardagi bitta harf yoki bitta sana ham muammo tug'diradi. Masalan, pasportda Xolmatova deb yozilgan, eski pensiya ishida Xolmatova deb turibdi. Tug'ilganlik guvohnomasida sana 12 mart, pasportda 21 mart bo'lib qolgan. Familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin pensiya ishiga kiritilmagan. Bunday vaziyatlarda tizim odamni bitta shaxs sifatida aniq bog'lamasligi mumkin. Odamga bu mayda ko'rinadi,
lekin to'lov uchun hujjatdagi aniqlik juda muhim. 6-nozik jihat. Menga telefon qilishdi, ustama chiqarib beramiz degan gaplardan ehtiyot bo'ling. Afsuski, ayrim firibgarlar pensionerlarning ishonchidan foydalanadi. Yosh ustamangiz chiqmayapti, karta raqamingizni ayting. SMS kodni yuboring, hujjatni tezlashtirib beramiz deyishi mumkin. Hech qachon SMS kod bermang, karta parolini aytmang, bank ilovasiga kirish ma'lumotlarini hech kimga bermang. Pensiya bo'yicha rasmiy masalalar pensiya jamg'armasi, Davlat xizmatlar markazi, yagona portal yoki rasmiy telefonlar orqali hal qilinadi. Pul undirish evaziga ustama chiqarib berish degan gapga ishonmang. 7-nozik jihat orqaga qayta hisoblash masalasi. Agar sizga ustama haqiqatan ham tegishli bo'lgan, lekin hujjat yoki tizim xatosi sabab vaqtida qo'shilmagan bo'lsa, ayrim hollarda o'tgan davr uchun qayta hisob-kitob qilish masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu avtomatik tarzda har doim bo'ladi degani emas. Siz ariza berishingiz, asoslovchi hujjatlarni ko'rsatishingiz, qaysi sanadan huquq paydo bo'lganini isbotlashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun 1 yil kutay, keyin hammasini bir yo'la berishadi deb yurish noto'g'ri. Huquq paydo bo'lganini bilgan zavodi murojaat qilish kerak. 8-nozik jihat. Pensiya oluvchi vafot etgandan keyin qarindoshlar ustama chiqish kerak edi deb murojaat qiladi. Bu juda nozik masala. Agar to'lov tiriklik davrida hisoblangan, lekin olinmay qolgan bo'lsa, meros yoki oila a'zolari orqali undirish tartibi bo'lishi mumkin. Lekin agar ustama umuman tayinlanmagan bo'lsa, keyin uni rasmiylashtirish ancha murakkablashadi. Shuning uchun keksalarimizning hujjatlarini vaqtida tekshirish, pensiya varaqasini ko'rib turish, bank tushumlarini nazorat qilish juda muhim. Endi eng kerakli qismga kelamiz. Agar siz yosh ustamasi menga kelish kerak deb o'ylasangiz, men quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam, avvalo to'lov turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki yoshga doir nafaqami? Buni taxmin bilan emas, hujjat bilan aniqlang. Pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumotnomada yoki pensiya bo'limidagi ishda to'lov turi ko'rsatiladi. Agar siz ota-onangiz nomidan harakat qilayotgan bo'lsangiz, ularning roziligi yoki ishonchnoma masalasini ham unutmang. Ikkinchi qadam, tug'ilgan sanani tekshiring. Pasport yoki ID kartadagi sana, pensiya hujjatlaridagi sana, bankdagi shaxsiy ma'lumotlar bir xilmi? Agar farq bo'lsa, avval shu farqni bartaraf etish kerak. Bitta raqam xatosi ham tizimda yoshni noto'g'ri chiqaradi. 3-qadam, oxirgi 3-4 oy pensiya tushumlarini solishtiring. Bank kartangizga qancha tushgan, oldingi oyda qancha edi, qaysi sanada tushgan, agar imkon bo'lsa. Bankdan hisobvaraq ko'chirmasi oling. Ba'zan odam menga qo'shilmadi deydi. Lekin aslida qo'shilgan bo'ladi. Faqat boshqa ushlab qolish yoki kredit to'lovi sabab bo'ldi sezilmaydi. Masalan, pensiya 1000 so'mga oshgan. Lekin bank kredit uchun 1000 so'm eshgan. Odam pensiya o'zgarmadi deb o'ylaydi. 4-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Og'zaki so'rash mumkin. Lekin men doim yo'z-o'zima ariza berishni maslahat beraman. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiya ishim bo'yicha yoshga bog'liq qo'shimcha ustama tayinlanishi yoki tayinlanmasligi sabablarini tushuntirib berishingizni. Agar tegishli bo'lsa, qayta hisob-kitob qilib berishingizni so'rayman. Arizada F-ishim, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari, telefon raqami, yashash manzili va pensiya turi ko'rsatiladi. 5-qadam, hujjatlar nusxasini tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotnomasi, bank kartasi rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, agar kerak bo'lsa, nogironlik ma'lumotnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjat. Tug'ilganlik guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatning aslini olib boring, nusxasini ham tayyorlab qo'ying. 6-qadam, murojaat raqamini oling. Agar siz ariza topshirsangiz, u ro'yxatga olingan bo'lishi kerak. Qachon topshirdingiz? Kim qabul qildi? Murojaat raqami nima? Javob muddati qachon tugaydi? Bularni yozib qo'ying. Og'zaki keyin kelavering degan javob bilan cheklanib qolmang. Rasmiy ariza bo'lsa, rasmiy javob bo'ladi. 7-qadam. Javobni tushunmasangiz, qayta izoh so'rang. Ba'zan javobda qonun bandlari yoziladi. Oddiy odamga tushunarsiz bo'ladi. Siz menga aniq qilib tushuntiring, ustama tegishlimi yoki yo'qmi? Tegishli bo'lsa, qaysi sanadan? Tegishli bo'lmasa, qaysi sababga ko'ra deb so'rashga haqlisiz. Men har doim odamlarga aytaman, savolni umumiy bermang, aniq bering. Nega pulim kam emas?
falon yoshga to'lganim munosabati bilan qo'shimcha ustama hisoblanganmi deb so'rang. 8-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga yoki tegishli davlat xizmatlari kanallariga murojaat qiling. Lekin shikoyat hissiyot emas, fakt bo'lsin, menga bermayapti deb yozishdan ko'ra, men falon sanada falon yoshga to'lganman, falon turdagi pensiya olaman, falon sanada ariza berganman, javobda falon sabab ko'rsatilgan, lekin men bunga qo'shilmayman, qayta tekshirishni so'rayman deb yozing. Fakt kuchli bo'lsa, masala tezroq ko'riladi. 9-qadam. Oilada keksalar bo'lsa, ularning pensiya tushumlarini muntazam tekshirib boring. Har oyda bir marta bank SMS'ini, ilovadagi tushumni yoki bank ko'chirmasini ko'rib qo'yish katta muammolarning oldini oladi. Keksalar ba'zan pul tushdi deydi, lekin qancha tushganini aniq bilmaydi. Farzandlar esa faqat muammo kattalashganda bilib qoladi. 10-qadam. Huquqiy ma'lumotni faqat rasmiy manbadan tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma ettifin yoshdan keyin qo'shimcha oladi. Taqsin yoshga kirganlarga falon million beriladi. Ariza bermaganlar puldan quruq qoladi kabi gaplar ko'p tarqaladi. Bularning hammasi ham to'g'ri emas. Har bir qarorning kuchga kirish sanasi, kimlarga tatbiq etilishi, moliyalashtirish tartibi, hisoblash usuli bo'ladi. Shuning uchun eshitgan gap bilan emas, rasmiy javob bilan ish qiling. Demak, yosh ustamasi hammaga ham kelmasligining asosiy sababi shuki, bu to'lov hamma pensionerga bir xil beriladigan avtomatik qo'shimcha emas. U yosh chegarasi. Pensiya yoki nafaqa turi, shaxsning maqomi, hujjatlarning to'g'riligi, elektron bazadagi ma'lumotlar, hisob-kitob davri va amaldagi qonuniy tartibga bog'liq. Agar sizga tegishli bo'lsa, hujjatlarni tekshiring, yozma murojaat qiling. Javobni talab qiling va zarur bo'lsa, qayta hisob-kitob so'rang. Agar tegishli bo'lmasa, asossiz kutib yurmasdan o'zingizning pensiya ishingiz bo'yicha aniq izoh oling. Sizda shunday holat bo'lganmi? Qo'shningizga yosh ustamasi kelib, sizga kelmaganmi? Yoki ota-onangiz pensiyasida tushunarsiz o'zgarish bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan vaziyatlarni keyingi videolarda alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'p oilalarga kerak bo'lishi mumkin.